Nikoh to'yi bo'layotgan qiz koloniyaga o'z otasidan duo oldi. Sen can kızım qazo. Aziz muxlis, ushbu videoni o'tkazib yubormang, chunki bu video haqiqiy insongarlik, haqiqiy qiz va otani o'rtasidagi mehr muhabbat, bir-biriga bo'lgan oilaviy iliqlikdir. Aziz do'stlar, ushbu videoni ko'rib men o'zim tayyorladim. Videoni olgan inson esa boshqa. Men albatta bu insonga minnatdorchiligimni bildiraman va qiz o'z otasini qamoqxonada jazoni o'tash joyida ko'rgani borib o'z otalik fotihasini olib turmushga chiqqan. Bu juda ham ta'sirli bo'lgan video, ko'ringlar. Azizlar, fikrlaringiz bo'lsa qoldiringlar. Ham otaga ham qizga foyda bo'ldi, chunki ota ham bu yerda tarbiya olib qaytib bu yomon ishlar qilmaslikka albatta harakat qiladi, chunki oson bo'lmagan. Videoni ko'ring va baho bering. Canımga dermanım kızım. Atasını erkesiyu endi mehmanım kızım. Atasını erkesiyu endi mehmanım kızım.